La La Land filmi haqidagi qiziqarli 7 fakt. Understand how I'll be feeling on that day. Los Angeles yo'lidagi musiqali sahna 2 hafta davomida quyosh ostida 100 dan ortiq raqqosalar yordamida repetitsiya qilingan va 2 kunda suratga olingan. Filmgacha Ryan Gosling va Emma Stone 2 marta boshqa filmda ham birga rol o'ynashgan. Crazy, Stupid, Love, Gangster Squad. La La Land 2017-yilgi Oscar marosimida eng yaxshi film deb noto'g'ri nomlangan. Aslida esa Moonlight filmi g'olib bo'lgan. La La Land. But, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight. Emma Stone film uchun 3 oy davomida raqs, vokal va aktyorlik mashg'ulotlariga borgan. Filmda 1950-yillar uslubi aks ettirilgan. Liboslar, ranglar, harakatlar barchasi eski Gollivud filmlaridan ilhomlangan. Oxirgi sahnada ko'rsatilgan fantaziya bu bosh qahramonlar baxtli yakun bilan tugamagan sevgi haqida orzu qilgan lahzalari. Shu bilan film real hayot va orzu o'rtasidagi chegara haqida bo'ladi. I'm always gonna love you. I'm always gonna love you too. Ushbu filmni Million TV platformasi orqali tomosha qilishingiz mumkin.